oktyabr kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi bilan Tibetlar, Hongkongliklar va boshqa kishilik huquq faoliyatchilari Amerika Davlat Majlisining oldidagi ommaviy maydondan zo'r ko'lamli birlashma yig'ilish va nutq faoliyati o'tkazdi. Faoliyatning markaziy temasi Amerika hukumatida muzokara qilinayotgan Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasini ma'qullash xizmatini tezlatish bo'lib, bu qatimqi faoliyat orqali majburiy emgakning oddiylar zamonaviy qullar emgaki bo'lmasdan, balki butkul insoniyatning o'rtaq vijdoniga va mas'uliyatiga chetishliq zo'r masala ekanligi yana bir qatim ta'kidlandi. Faoliyat maydoni e'lon qilingan vaqtdan boldurla Ayıltuzluq Sharqiy Turkiston bayrog'i, shuningdek Tibet va Hongkongliklarning bayroqlarini ko'targan necha yuz kishi bilan ko'tarangi ruhga to'lgan edi. Yana kelib faoliyat nuqtasining yil bo'yi top sayohatchilarning oyiqi uzilmaydigan Amerika Davlat Majlisi oldida bo'lishi, ashu yo'chun kishilarga bu joydagi faoliyatdan uchur bermoqda edi. Faoliyatga o'tgan bir necha haftadan buyon Amerika va Yevropadagi cho'ng axborot vositalarida o'zining Xitoy Kompartiyasi va Xitoy hukumatining insoniyatga qarshi jinoyatlarini ayiblash bilan har qaysi sohaning diqqat markaziga aylanib qolgan dangliq basketbol cho'lpini Anas Kantarning qatnashganligi bu qatimqi faoliyatning kayfiyatini texmo yuqori pallaga chiqardi. Wow. This is very emotional. This is very amazing. I want to start with thank you for inviting me here today. And I'm very honored and humbled to be here. I love seeing all of you here. Tibetans, Uyghurs, Taiwanese, Hong Kongers, everyone. All standing here together in solidarity, urging for one simple thing: freedom. As we all know, freedom is not free. I have 5 stories from my own personal life where I have learned firsthand how freedom is so precious. Just because I am outspoken against the Turkish regime, I have not been able to speak or see my family over 7 years now. My father was jailed for my activism. My passport has been revoked and my name is on Interpol list. I cannot even go back home, and death threats and attacks are present every day in my life. My Uyghurs brothers and sisters, my message to you is free the Uyghurs. Stay strong and keep asking the Chinese Communist Party, where is my father? Where is my mother? Where are my brothers and sisters? And where is my family? China is committing genocide and crimes against humanity in your own land because you are Uyghur. Do not stop until every single one of you have your freedom and self-determination. Uyghur qarindoshlarim, aziz sing'illarim, Uyg'urlarga hurlik tilayman. Bardam bo'lish bilan birga Xitoy Kompartiyasidan ota-onalarning hamda qavm qarindoshlaringlarning qayerdaligini so'rashdan to'xtab qolmanglar. Xitoy hozir qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan mashg'ul bo'layotdi. Erkinliklarni qo'lga olg'uchi hargiz to'xtamanglar. Sharqiy Turkistonga erkinlik. Bu so'zining oxirida tarixning har qachon ikki xil shaklda yozilganligini, biri kishilar hech ish qilmay o'tiraversa, tarixni boshqalarning qanday yozilganligiga qarab o'tirishdan boshqa oqibat etganmaydiganligini, yana biri kishilar o'rnidan dast turib tarix qilib yozg'ulak bir ish qilganda tarixning boshqacha yozilganligini eskartib, Musa payg'ambar, Isa payg'ambar, Sakyamuni Budda, İbrahim payg'ambar va Muhammad payg'ambarning davridan tortib ularning yo'liga ergashgan kishilar ziyonkashlikka uchrab kelgan. Ammo bu kishilar har qachon zolimlarga, diktatorlarga va Piravinga qarshi kurash qilishni tanlagan bardam kishilar bo'lgan. Ular ko'kka talmirib, kim bizga yordam qiladi? Yordam qayerda deb savol qo'ygan. Shundoq bo'lgan ekan, sizlar qanday qilmoqchi? Biz jazman o'zimizning qarorini o'zimiz chiqarishimiz kerak. Sit on your couch and watch how it is written. Or 2, you can go out and do something and write history. Which side are we taking? Ask yourself. Which side are we taking? Are you ready to fight for freedoms with me? That is important questions you guys need to ask yourself. Are you ready? From Moses to Jesus, to Buddha, to Abraham, to Muhammad, they and the people who follow them all face persecution
and they all choose to fight for freedoms against tyrants, dictators, and pharaohs. Think about our sisters, brothers, and mothers and fathers who are suffering right now in China, right now as I speak this. They are looking at the sky and asking, who is going to help us? Let me say that again. Who is going to help us? Bu qatimki yig'ilish faoliyatiga Amerika hukumatidagi bir qism xodimlar, jumladan Amerika Davlat Majlisining bir qism a'zolari o'zlarining yozma bayonotlarini avatgan edi. Shular qatorida yillardan buyon Amerika hukumat doirasida Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasining ma'qullanishi uchun harmay qilmay ishlayotgan Marco Rubio, Tom Suozzi qatorliqlarning bayonotlari o'qib o'tilganda maydonda yana bir qatam olqish yangradi. Bo'libmi Tom Suozzi apandining bunu so'zlari yig'ilish ahliga alohida ta'sir qildi. Oddiy qilib aytganda biz Xitoy hukumati sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlar haqida so'z qilyapmiz. Xitoy kompartiyasi buning hisobini berish kerak. Amerika hukumati bo'lsa o'zining qimmat qarshini himoya qilishi hamda Uyg'urlarning majburiy emgakiga sherik bo'lib qolishdan saqlanishi lozim. Buningdagi eng unumli chora keltirib turib ularning eng ojiz yeriga toza birini qo'yish kerak. The United States must stand up for its value and make it clear that we will not be complicit in the internment and the forced labor of Uyghur Muslims. One of the most effective ways to do that is to hit China where it hurts, in their pocketbooks. Hello everyone, my name is Jawhar Ilham. Many of you know me as the daughter of jailed Uyghur economist Ilham Tohti. Yig'ilishga kelgan Uyg'ur faoliyatchilaridan Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotira fondining xodimi Jawhar Ilhammo navbatga majburiy emgak masalasi haqida so'z qildi. U o'ziga o'xshash sonsizlagan Uyg'ur yoshlarining ota-onasidan juda bo'lgan holda Xitoyning eng cho'ng paxta bazasi bo'lgan Uyg'ur diyorida zamonaviy qullarga aylanayotganligini ta'kidlab, bu xil majburiy emgak hamda uning ta'minlash zanjiriga qarshi turishning muhimligini eskartdi. I am here today to call on sportswear and fashion companies to do their part in supporting human rights and to do whatever is needed to remove forced labor from their supply chains. Thank you. Thank you. Uyg'ur diyoridagi majburiy emgakning qaysi darajadagi qo'rqinchli saviyaga borganligi lager shoirlaridan Zumrat Davud, Tursunoy Ziyoudin, Gulzira Ag'ulqon qatorliqlarning bayonlarida yana bir qatam aks etdi. Xitoy hukumati bizni Uyg'urlarga hozir odam ishongisiz darajada zulmlarni mang'izayotdi. Ham hozir to'xtab qolgan yo'q. Lagerlarda yanlar ashna odamlarni o'ldiryapti. Qiyin qisdaqda mening lager hayotimni demizdan butun millionlab odamlar ko'rib turibsizlar. Shunga bu davomlashyapti. Yanlar majburiy emgak, hatto qarindoshlarimiz u yerda to'xtamay qiynayapti uni. Butun dunyo bilib turibdi deb o'ylayman.